Evet, şimdi arkadaşlar biz bu sefer dersimizde linear light'ni görürüz. Bu Android dersimiz hem de rasmi başlandı. Ders çoğun 3 türü bölündü. Birinci türü fakat sizin Android asasınızın çıkış yerden birdi. Yani 30 ders buldu. Hazır cami planda 70-80 Java ders 14 kısım oldu. 66'da 72 kısım. 72 kısım 30 kısmı Roman ders. Sizi fakat Android'den asasızını tıklaydı. Andın otural ders bu Android asas bağlamaz kıldı bu. 20 kısım etrafı buldu. Andaki qağını yuqur seviye, tehti yuqur seviyeye vakillik kıldı. Ondaqda biz bu saatlik dersimizde linear light'ni sözleyimiz. Ondaqda men meyege aldığım saatlik projekti bu. Fakat meyege testi yönelim üçür ettim. Ondaqda linear light'ni bir köpaklı. Linear light'ni kurgandan keyin mavi olsa bu kengligini bildirdi. Mavi egizligini bildirdi. Bu kengligi ve egizligi. Ondaqda meşbermet olsa bu bütün tuşup çıksın ekranga degan gap. Bu ikisi kengligi ve egizligini bütün tuşup çıksın degan ma'noni bildirdi. Bunun andın bu linear light'ni olmaydan bir xasligi var. Bu bo'lsin orientation'si. Bu tizilip tepsidan past qo'lamdi, yandan oyoq qo'lamdi, egiz past ikki xil xaslik bo'ldi. Undaqda buni biz ko'proq orientation deb bosgandan keyin horizontal vertikal deb ikki chiqdi. Biz vertikalni tanlab oldida bu qandaq vertikalni tanlasa qandaq bo'ldi. Biz buni ko'p baqilay. Undaqda men mega tekstiyudan jex tekstiyu tashlay. Content deganda ichida qanchalik mazmun bo'lsa, shunchalik mazmunni o'rab chiqsin degan ma'noni bildirdi. Mening kompyuterim sablim sal tuman shu yerda hozir qaytib olishib qoldi ya. Android'da hazır işletilayotgandan linear light, frame light, double light, relight light deb 4 bo'ldi. Biz asosliq shu 4ni bek ishlatamiz. Hozir bu absolute light degani bu qo'llanishdan qolib qoldi hozir. Buni so'zlamaymiz. Buni qilgan narsani 4da chiqara olamiz. Bu Androidning uda buju deymiz. 5 cho'ng bujusi. Undaqda biz ma'ni ko'p baqilay buningga. Bu linear light bo'lsa birsi to'shqandan keyin taktiga yoki yeniga qo'shilib chiqdi. O'rinni biz xohlagancha tangshay olmaymiz. Buni tangshashni relate to light ma'ni kelganda relate light kelganda andin bu yani tanishishni o'rganamiz. Undaqda buningga tekst xosligi bir deb beray. Undaqda buningga J qo'shitdi. Endi biz bir yanglab baqilay. AD bamsik chiqmaydigan şeydi bu.
biz buni hozir qandoq chiqdi, qaysi qilib chiqdi, bir buni ijro qilib buni ko'rib boqilay. Hozir bu ijro bo'lyapti. Tunji qatim ijro bo'lishida ba'zi page o'yinlarni bo'loqlab chiqarish uchun sal uzoq vaqt ketdi. Tunji qatimliq, ikkinchi qatimliqdan boshlab bu ishtik ijro bo'ldi. Undaqda biz tunji qatimliq ijro sal asta. Ondan buniki yana orientation and then light right deb bir xos qilib, and then right deb bir xos qilib, light with is xaygis deb ikki xos qilib, id background bu bo'lsa ast rengi degan gap, ast tagliki. And then divider deb bir xos qilib, bu bo'lsa astındaq tüssüzlük bo'yicha bu funksiyonni arsizlikni chiqarib turdi. Bu hazır enjam vardı da bu bununla. Biz endi bu biz buniki bu icra bo'lgandan keyin bu qandoq chiqadi bir ko'rib o'tib, ondan biz bu qandoq tuziladi, qandoq xosliklar bor ekan bo'yicha izlanib, biz buning rangli bir ko'rinish yozib qilay. Hem de açıldı. Açıldı dedi. Enjam vardı endi. Tunji qatim aytilsa, shunda pek asta endi buni to'g'ri tushuna olmayman. Enjam olmay chiqdi hozir demo birdi. Biz qurug'ini. Aytildi. Mana. Bu vertikal bo'lsa taxtvoyinch tizilgan. Buni amaliy misol orqali ko'rdik hozir. Unda da horizontal qilib boqili. Unda da buni nima qadar ijro qildi. Doim shunday ijro bo'lsin.
açıldı. Kögünümüzdek bu mandıq yazsaq, bu horizontal yazsaq, tüz deydigan bo'ldi. Bu bir deb 4 qator yazgan, hamiz uluşqul chiqdi. Shundami? Biz bununla endi yana bu light'ning yana boshqa xosliqlarini ko'rib o'taylik. Undaqda buni o'ttirga qanday to'g'rilaymiz deganda mana gravity, light gravity deb ikki xosliq bor. Bu undaqda biz ikkinchisini bir ko'rib center qildi. Bu açılıvatıda. Telefonga kompüterga meni SD'ga tushirib monitor qilib qilgandan keyin bu kompüterning sapini sal tuvan bo'lgan ahvolasida shundoq qaytib olish surat aslish ahvollari yozildi. Shuning uchun buni bundoq ishlashni tavsiya qilmaymiz. Amalda kompüter sapimiz tuvan bo'lib qolsa telefonni kompüter chetib BIOS Android Studio to'ntiblam chatsan to'naydi. To'ngandan keyin yanfuni icra qilish degani besib yanfuni icra qilsanglar bo'ldi. Center qilgandan keyin o'ttiruq to'g'rilandi. Undaqda biz ranglik bitta lightni bir ranglik bo'lgan bir ko'rinma jasab baqli. Undaq bo'lsa men maqsadini elib o'tay. Biz bununla yana davomli light, linear light qo'shib buni isbaqli kengligi 100 bo'lsin, 100 deb bo'lsin. Bu birlikka, andin egizlikka nash format bo'lsin, to'shib chiqsin. Undaqda buningki frequency buningki tagligi mushu birinchi colordan kelgan color primary olsun. Undaqda biz buni bundaq yozaylik. Undaqda biz yana buni davomli ko'chirib yezib buni yana daftarga chaplaylik. Yeni chaplaylik. Andin buningki color shift color olsun. Mau 3-chi color olsun. Undaqda mana shu xil rang chiqdi. Mana ikki pek farqlanmaydigan shu ma'noni boshqa xil bir rang o'zgartirdik. Qora rang olsun. Biz bunda qildik. Mani boş qara, mani normal qilib endi qaytib oldim. Mana bunda hizlar mana mau olsun. Aldıgan mau belgini qaytib o'tmasa buni undaqda biz yeni birini qo'shli. Bu 789 bo'pti. Buni ekranga o'rtaq to'shqizib chiqirib ko'rlik buni. Buningga ma'lum xoslik bermay. Android ma'lum o'xshamaydi. Mo'ron xosligi, biz birdan xoslik. Buningga bir deb bersak 3 dan 1 qismini egalaydi. Buni shundoq buni mashg'ulot qilib
Bunu meşgul kılıp ekran to'shib chiqsin, andan 3'ten birisi 3'ga bo'linib chiqsin dedim. Undaqda bunu biz icra qilib ko'rmoqli. Hozir qandaq bir shevku önüm chiqdi. Undaqda bu hozir icra bo'lib buloqlab bunga yo'llab beryapti. Bu pek çıkıplamaya kaldı bu. Biz bunun endi bu çıkıp oldu. Ana bu 3 xil rangda muyndaq chiqdi. Andaqda biz bununla bir tane tekstü qo'shib bunu zat urib qo'yaylik. Mecbur qildi bunu. Andın bunu tekstini Linerlight bir Linerlight bir deb qildi bunu. Bunun andın text size'ni cho'nligini 20 deb qildi. Ma deb degap ma birlikka bu sonning menda cho'ng kichiklik asosan mushtaq son bergan chig'imizda buni deb yana boshqa xosliklar bor. Bundan qon tanlab ishlasanglar bo'ldi. Va asosiy ko'nib qolgan mana shu db degan dp degan shu. Men shuni davomli ishlatib biz bunu küçürüp bu yerga qurib yana birini qurli andin biz bunu manimizden birlikte qo'shaylik. Bu text colors'i mavi olsun. Şu olsun. Endi biz bunu küçülüp endi qo'shaylik. Andın yana birisi manınga bir o'ttirg'i to'g'rilansin degan bir xoslikni bir bitay. Maqsadlar ichidagi mazmunlar o'ttirg'i to'g'rilanib chiqadi. Bunun bemsek buldu muşunu kalan belsek
Buni asosiyatdan qilib boldik, andaqda biz buni ijro qilib ko'paqli. Men nim bo'lib chiqmaydi olib qoldim, men uqmay qoldim bu yani. Men vaqtim chiqqanda bu yerga jetlashib qo'y. Asli mishaydilam ko'rdik önümni. Ayatdan chiqmagandan keyin men yerdan ijro qilib ko'rdi olib qoldik. Mana buni chiqarib ko'rdik. Lekin men o'tirga to'g'rilansin degani men ishlamabdi. Uni endi qilni ishlatib sinab baqsanlar bo'ldi. Mana qilganimiz bugungi Linerlight bilan tanishishimiz shunchalik endi yana fikrlab ko'rsak bo'ldi. Keyingi soat darsimizda Textio demna buningki ikki xosligini ko'rdik. Horizontal bilan vertikal ikki xilni ko'rdik bugun. Bundan bu Linerlight tugidi, endi Linerlight ko'ramiz keyingi soatda. Undaqda jaqsanlar keyingi soat darsimiz